Diqqat diqqat! Bugungi kunda YouTube platformasi orqali daromad topish juda ommabop va foydali. Agar siz ham YouTube orqali o'zingiz yoki biznesingiz uchun daromad olishni istasangiz, biz sizga kanal ochishda yordam beramiz. Sizning tanlovingizga ko'ra quyidagi variantlar mavjud. O'zbek tilidagi YouTube kanal ochish narxi 500 ming so'mda belgilandi. Rus tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 1 million so'mda belgilandi. Ingliz tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 2 million so'mda belgilandi. Har bir kanal mahorat tarzida yaratiladi va tayyor holatda bo'ladi. Bu orqali siz daromad olishga tayyor bo'lasiz. Fikrlaringizni hayotga tatbiq qilish va omadingiz sari ilk qadamni qo'yish uchun hozir biz bilan bog'laning. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang. Shuningdek, do'stlaringizga ham bizga taklif qiling. Videomizga, ya'ni mehnatimizga ham bir dona like bosib qo'yish ham yodingizdan chiqmasin. Keling, videomizda boshladik endi. Xo'sh, bugungi videomiz Adolf Hitlerning hayoti, hokimiyat, urush va qulash tarixi haqida bugun gaplashamiz. Tayyormisiz? Unda like-chani bosing, biz videoni boshladik. Adolf Hitler 20-asr tarixidagi eng bahsli va eng ta'sirli shaxslardan biri hisoblanadi. U 1889-yilda Avstriyada tug'ilgan va yoshligida rassom bo'lishni orzu qilgan. Ammo u san'at akademiyasiga kira olmaydi va hayoti butunlay boshqa tomonga buriladi. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniyada og'ir iqtisodiy inqiroz, ishsizlik va tartibsizlik kuchayib ketadi. Aynan shu vaziyat Hitlerning siyosiy maydonga chiqishiga sabab bo'ladi. U partiyaga qo'shilib qisqa vaqt ichida kuchli notiq sifatida tanila boshlaydi. Hitler odamlarning qo'rquvi va noroziligidan ustalik bilan foydalangan. U kuchli Germaniya qurishni va tartib o'rnatishni va'da qilgan. 1933-yilda u Germaniya kansleri lavozimiga tayinlanadi va asta-sekin butun hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Uning boshqaruvi davrida insoniyat tarixidagi eng dahshatli fojialardan biri Holokost sodir bo'ladi. Millionlab begunoh yahudiylar va boshqa millat vakillari konslagerlarda hayotdan ko'z yumgan. 1939-yilda Ikkinchi jahon urushi boshlanadi. Hitlerning agressiv siyosati tufayli deyarli butun Yevropa urush oloviga tortiladi. Dastlab Germaniya tez g'alabalarga erishadi, lekin keyinchalik frontlarda mag'lubiyatlar boshlanadi. 1945-yilga kelib Sovet qo'shinlari Berlin shahriga yaqinlashadi. Hitler o'zining bunkeriga yashirinadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, u 1945-yil aprel oyida hayotiga nuqta qo'ygan. Bugungi kunda Hitler nomi zulm, urush va insoniy fojialarning ramzi sifatida eslanadi. Uning tarixi esa bizga bir muhim haqiqatni o'rgatadi. Noto'g'ri rahbarlik va nafratga asoslangan siyosat butun insoniyat uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xo'sh, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Bu bizga yanada ko'proq motivatsiya beradi. Fikrlaringizni kommentlarda kutamiz, chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha